Xayrli kun o'quvchilar. Bugungi darsimizning temasi narsa u model. Hozir so'z informatika uchun g'oyat ahamiyatli bo'lgan model tushunchasi turida borar. Bu so'z ko'plarga tanish. Qo'ybirlaringiz balki kорабль, avtomobil, samolyot modellarini tuzuv bilan shug'ullanadir. Anday modellar texnik modellar deb ataladi. Ular real joylanmalarning qo'ybir o'zliklari, masalan, forma, yuzu, yuru yaisa ushu mumkinliklarini qobotlilar. Boshqa misollarda keltirga bo'lar. Globus yer sharining modeli, kibitdagi maneken kishining modeli, arxitektor ustaxonasindagi maket shahar tuzilishining modeli ham boshqalar. Model ul real obyektning g'oydillashtirilgan nusxasi. Her bir model originalning kishi foydalanganda kerakli o'zliklaridan gina tuzila. Masalan, maneken ona reklama uchun kerakli kiyimni kiydiru yaisa tugushining ishini o'ng'ayli etish uchun gina kerak. Uning silashuvi ya yuruvi talab etilmaydi. Shunga ko'ra maneken kishi gavdasining formasini ham razmerini qobotlarga tegish. Sanab o'tilgan moddiy modellarni natur modellar deb ta'riflaydilar. Bulardan tış ma'lumotli modellar da bor. Naq mana ularni informatika uchun zo'r qiziqishni tug'diralarda endi. Agar obyektning moddiy modeli uning fizik nusxasi ekan, u vaqtda obyektning ma'lumotli modeli uning tasvirlamasi bo'ladi. Model turlishi so'z bilan matematik, grafik olim bilan tasvirlantirilishi mumkin. Masalan, avtomobilning grafik suratlanishi bo'lgan tizim uning ma'lumotli modeli bo'lib turadi. Her chinborlikni da barliq detallarini de tasvirlash mumkin tugul. Shunga ko'ra nindi maqsaddan chiqib yasaluvini qarab, tilasa qaysi ma'lumotli model shunga qaragan obyekt turida eng muhim ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Rasmda ko'rganingizcha, ma'lumotli modelni tuzuv oldindan sistemali analiz o'tkaziladi. Uning bo'lishi obyektning eng muhim kesaklarini ham o'zliklarini ular orasida baylanishni ayirib ko'rsatadi. Masalan, uyushma xizmatkarining kadrlar bo'ligida saqlanuvchi shaxsiy kartochkasini qaraylik. Unda uning familiyasi, ismi, otasining ismi, qaysi jinsdan bo'lishi, tug'an kuni, tug'an o'rni, millati, turuv o'rni, bilimi, oila holi turida ma'lumotlar ko'rsatilgan. Ovchilar jamiyatida agar bu kishi a'zo ekan, unda uning turida boshqa ma'lumotlar saqlanir. Yuqorida verbal so'zli modellarga misol keltirdik. Hozir ma'lumotli modellar berilishining boshqa usullarini qaraylik. Nechta o'ylaysiz, yerli kartani ma'lumotli model deb aytib bo'ladimi ekan? Aydangiz birgalab o'ylashik. Birinchidan, karta grafik ma'lumot. Ikkinchidan, u ortiq detallarni kiritmaygina. O'rinni yaqincha suratli. Ekranda siz ko'ra olasiz, karta bo'yicha o'rinda orientlashirga kerakli turak punktga borib yetarga mumkin. Bundan tish lineyka yordamida ham karta masshtablarini hisobga olib, turli punktlar orasida yiroqlikni hisoblarga bo'ladi. Shu vaqtda kartada turak punktlar turida ularning qoida o'rnashuvlaridan tish boshqa ma'lumotlar berilmaydi. Grafik ma'lumotli modellarning sizga tanish bo'lgan boshqa misollari chizimlar, sxemalar, grafiklar. Ekranda ko'ra olasiz, bolt chizimi. Toker shol chizim yordamida stanokda boltni kirib yasay. Chizim bek tugal bo'lirga ham unda kerakli barliq o'lchamlarda ko'rsatilirga tegish. Bu sxema bilan chin barliqdagi elektr shilbiri orasida bir nindi tashqi o'xshashlik yo'q. Elektr jihozlari simvolik tamg'alar bilan suratlanganlar. Siziqlar ularni tutashtiruvchi elektr o'tkazgichlari. Elektr sxemasi shilbirning ish prinsipini anglatuv, ondagi tok ham kishanishni hisoblab, shilbirni jiganda elementlarni durust tutashtirish uchun kerak. Qo'ybir prosesni cho'g'iltirish uchun yechkina grafiklar tuzinglar. Masalan, ekranda ko'rsatilgan rasmda ko'pmidir vaqt ichida temperatura o'zgaruv prosesi. Kartalar, chizimlar, sxemalar, grafiklar bilan sizning ilkda ish etganingiz bor edi. Boritik siz ularni ma'lumotli model tushunchasi bilan baylab ko'rolmaydingiz. Ba'lar shuning bilan temamizning teoriya ilishi tamom.